Runner, Varganza, Motril hammasi o'sha bahor yozgi sortlarimiz, pomidor sortlarimiz, beef. Ha. Hammasini o'zini joyi bor, o'rni bor ekan. Ha. Hammasi har xil viloyatlarda ekilar ekan. Ha. Misol uchun bir joyda Varganza ekilsa, ikkinchi joyda Motril ekiladi. Misol uchun Buxoroda. Ha. Yoki ko'proq Runner ekiladigan joy ham bor, Andijon. Hammasini o'sha yeriga qarab, sharoitiga qarab, dehqonchiligiga qarab Varganzani Buxoroliklar yaxshi ko'radi. Varganzani Buxoroliklar yaxshi ko'radi, keyin Tojikistonlik aka-ukalarimiz yaxshi ko'radi. Tojikistonliklar rosa ko'p ekadi. Tojikistonda yangi esimga tushib qoldi. Yetti birodarimiz borlar, Murod akam. Murod akam ham shogird, ustozni beradilar, ancha kichkina bo'lsa ham bo'ladi. Hamkorimiz, ular ham o'sha Tojikistonda nomer 1 ko'chatchilardan bittasi, ko'p mavzuli qilganmiz. Murod akam bo'yicha Alloh barakalarini bersin. Mana shu Varganza bo'yicha ko'p mana qiladi. Bizani sortni o'sha 5-6 yil oldin ekishni boshlaganlar, Coviddan oldin reklamalar qilganmiz, ko'rgazma dalalarni qilganmiz. Odam chaqirganlar, o'sha rosa tushganmi deyman deb o'sha joyga Varganza sortimizni rosa suyib yaxshi ko'rib ekanlar. Yo'q, Murod akam ko'rsatib ham berganlar. Men nimalarida, videolarida ko'rgandim. O'sha Varganza bo'yicha informatsiya berib, mevalarni ko'rsatib, sizlarni ancha nimalarni, reytinginglarni baland qilib berishdi Tojikistonda. Topsin, Alloh rozi bo'lsin. O'sha sababchi insonlardan bittasi avvalambor Allohdan. Ishonasizmi? Nima yangi sort bo'lsa, hammasini birinchi bo'lib Murod akaga yuboramiz. Endi Tojikistonda misol uchun, O'zbekistonda o'zimizni yuramiz. Tojikistonda birinchi bo'lib Murod aka davay. Mana bu yil ham yangi sort oldi pomidordan. Davay. Murod aka bahorga sinab bering. O'zlari biladilar qayerga tarqatib, qayerga nima qilishi. Avvalambor o'zlarini ko'chatxonalarda, teplitsalarda sinaydilar. Keyin o'sha qo'shnilari bor, qarindoshlari bor, bilasiz, atrofdagilari bor, o'shalarga tarqatadilar. Juda chiroyli bir rezultat qilib beradilar. Nima bo'lsa, birinchi bo'lib Murod akaga beramiz.